Dünya özünün adaq tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. 61. 4 kishilarning hukmdor bo'ladigan bo'lib ketishi. Avam fuqarolarning yaxshi bo'lishi hukmdorlarning yaxshi bo'lishiga bog'liq. Ularning buzilishimi hukmdorlarning buzilishiga bog'liqdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kitob va sunnatga ergashmaydigan, vaz nasihat qabul qilmaydigan 4 kishilarga ishlar topshiriladigan bo'lib ketishining qiyomatning alomatlaridan ekanligini xabar bergan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhuga: "Ey Ka'b, Allah Taala seni 4 kishilarning hukmdor bo'ladigan bo'lib ketishidan saqlasin" dedi. Ka'b radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, 4 kishilar degan kimlar?" deb so'radi. Rasululloh mundaq javob berdi: "Mendan keyin mening ko'rsatmalarimga ergashmaydigan, sunnatimga amal qilmaydigan hukmdorlar maydoniga keladi. Kimki uning yolg'onchiliklarini tasdiqlasa, ularning zulmlariga yordamlashsa, ana shular mendan emas, menmi ulardan emas. Ular qiyomat kuni mening Havz Kavsar ko'limning bo'yiga kelolmaydi. Ammo kimki ularning yolg'onchiliklarini tasdiqlamasa, ularning zulmlariga yordamlashmasa, ana shular mendan, menmi ulardan. Ular mening Havz Kavsar ko'limning bo'yiga kelalaydi. Ey Ka'b, ro'za qalqandir, sadiqa xatoliklarni o'chirguchidir, namoz Allohga yaqinlashtirguchidir yoki hujjatdir. Ey Ka'b, harom bilan oziqlanish natijasida o'sgan badan jannatga mangu kirolmaydi. U jahannamga bak loyiqdir. Ey Ka'b, kishilar atiganda chiqib o'zini setib, ya o'zini azod qiladi, ya o'zini halok qiladi. Yana bir hadisda har bir qabilaga u qabilaning munofiqlari bosh bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb kelgan. Munofiqlar bo'lsa iymoni so'z, Allohdan qo'rqmaydigan, gunoh ma'siyatga patqan, intayin bilimsiz odamlardir. Kishilarning podshoh hukmdorlari mushu holda bo'lib qolsa, ishlar qalaymaqonlashib, yolg'onchi odam rostchil, rostchil odam yolg'onchi, xiyonatkor odam ishonchlik, ishonchlik odam xiyonatkor deb qaraladigan, bilimsiz odam so'zlab, bilimlik odam jim turadigan bo'lib qoladi. Shabiy mundaq degan: bilimlik odamlar nadon, nadon odamlar bilimlik deb qaralmay turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bularning hammasi oxir zamonda ishlar va haqiqatlar astin ustun bo'ladiganligidan kelib chiqadi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yaxshilarning tuvan ko'rilib, askilarning hurmatlanadigan bo'lib ketishi qiyomatning alomatlaridandir degan. 62. Vaqtning qisqarib ketishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vaqtning qisqarib ketishining qiyomatning yaqinlashganligining alomati ekanligi to'g'risida xabar bergan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Oxir zamonda vaqt qisqarib ketadi, ya'ni tez o'tib ketadi. Amal qilish azlab ketadi. Bixillik kishilar qalbiga tashlanadi, fitnalar keng tarqaladi va o'ltirish ko'payib ketadi." Ulamolar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vaqt qisqarib ketadi degan so'ziga tuvandagidek bir nechta xil tushuncha bergan. Birinchi, vaqt qisqarib ketadi degan so'zdan ilgirki kishilar birer soatda qilib tugatadigan ishlarni keyingilarning bir necha soatda qilib bo'lolmaydigan darajada vaqtning barakatining kemayib ketadigan bo'lib ketishi maqsad qilingan. Imom Ibn Hajar mundaq degan: "Mushu ahvol bizning zamonimizda yuz berdi. Chunki ilgirkilar his qilmagan vaqtning tez o'tishidan iborat hodisani biz his qilyapmiz." Ikkinchi, yiroqni yaqin qiladigan uchur aloqa vositalari, quruqliq, havo qatnashining taraqqiy qilishi orqali kishilarning yaqin bo'lib ketishi maqsad qilingan. Uchinchi, zaman oxirida vaqtning haqiqatan tez o'tib ketadiganligi maqsad qilingan. Chunki Alloh taolo xolisa kunlarni uzun qiladi, xolisa qisqa qiladi, xolisa kechani kunduziga, kunduzni kechiga almashtiradi. Bu qarshimizni uzunligi bir kuni bir yildak, yana bir kuni bir oydak, yana bir kuni bir haftadak bo'ladigan dajjal chiqadigan kunlar kuchlantiradi. Kunlar qisqarganga o'xshash uzraydi. Bu ahvol taxi yuz bermadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Vaqt qisqarib, barakat ko'tarilib, hatto bir yil bir oydak, bir oy bir haftadak, bir hafta bir kundak, bir kun bir soatdak, bir soat o tutashtirg'uchilik vaqtdak bo'lib ketmaguncha qiyomat bo'lmaydi." 4. Umrning qisqarib ketishi maqsad qilingan. 63. Arzimas nadon odamlarning kishilarga vakolatan so'z qiladigan bo'lib ketishi. Aslida kishilarga vakolatan so'z qiladigan kishi aql farosatlik, so'zman bo'lishi kerak.
kishilarga shundoq bir zamon keladiki, u vaqtda kishilar buzilib, arzimas, nodon odamlar kishilarga vakolatan so'z qiladigan bo'lib qoladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Dajjaldan burun kishilarga shundoq aldamchi yillar keladiki, rostchil kishilar yolg'onchiga, yolg'onchi kishilar rostchilga chiqariladi. Xiyonatkor kishilar ishonchli kishilarga, ishonchli kishilar xiyonatkor kishilarga chiqariladi. Ruvaybizalar kishilarga vakolatan so'z qiladigan bo'lib ketadi dedi. Shuning bilan Rasulullohdan Ruvaybizalar degan kim deb so'raldi Rasululloh. Avamning ishi to'g'risida so'zlaydigan arzimas nodon odamlardir deb javob berdi. Arzimas nodon kishilarning yaxshi kishilardan bakrak hurmatlanib, kishilarning ishining shularning qo'lida bo'lib qolishi bu zamonda yuz bergan qiyomatning alomatlaridandir. Mana bu bizning zamonimizda eng ko'p yuz berayotgan reallikdir. Aslida ilmlik, aqlliq, tajribali kishilar avam xalqning ishlari va siyosatlariga yetakchilik qilishda boshqalarning oldida bo'lishi kerak edi. Kishilarning hozirgi ahvolini o'ylanib ko'rgan odam bugungi kunda kishilarning o'z dinining ziyniga bo'lsa-mu, havoyi havaslari va manfaatlarini ro'yobga chiqarishga urinayotganligini, shu sababdan nodon kishilarni o'zlariga bosh qilib olganligini bayqaydi. 64. Tegi past, o'zimi past odamlarning dunyodagi eng baxtli kishilar sanalib qolishi. Yolg'onchilar rostchil, rostchillar yolg'onchi, xiyonatkorlar ishonchlik, ishonchlik kishilar xiyonatkor deb qaraladigan, kishilarning ishiga nodon kishilar ega bo'ladigan, ishlar shu ishlarning ahli bo'lmagan odamlarga topshiriladigan zamonlarning kelishi qiyomatning alomatlaridandir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tegi past, o'zimi past odamlar dunyodagi eng baxtli odamlar bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Va yana dunyo tegi past, o'zimi past odamlarning qo'liga o'tmaguncha zamon oxir bo'lmaydi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri pat yaqinda tegi past, o'zimi past bo'lgan odamlar dunyoga xo'ja bo'ladi degan. Tegi past, o'zimi past bo'lgan odamlar deganlik maqtaladigan hech qanday axloq fazilati yo'q nachar odamlarni ko'rsatadi. Arablarda bo'lsa nachar, yomon qo'lni ko'rsatadi. Past degan so'z hamoqat, bilimsiz degan ma'noda ishlatilgan. Mushundaq past odamlar pul-puchak, shon-sharaf, esil uloq qatnash vositasi, kangri o'y-zamin qatorliq mol-dunyolar bilan eng baxtli kishilarga aylanadi. Chunki nachar bo'lg'achqa ular vosita tanlab o'ltirmasdan boylik to'playdi. Shariatga parvo qilmasdan kishilarning xohishi bo'yicha ish qilib mol-dunyoga erishadi. 65. Masjidlarning o'tar yo'lga aylanib qolishi. Masjidlarning o'tar yo'lga aylanib qolishi kishilarning masjidlarni ibodat va namoz o'qish uchun emas, balki boshqa taraflarga o'tadigan joy qilib olishi. Shu orqali masjidlarning namoz o'qiydigan joy bo'lishdan bakrak kishilarning o'tadigan yo'li bo'lib qolishi deganlikni ko'rsatadi. 66-67. Mehr haqqining va otlarning qimmatlashib ketgandan keyin arzon bo'lib ketishi. Xorija ibn Salt rivoyat qilib mundaq deydi: Biz Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan birga uning uyidan chiqdik. Imom namoz o'qiyotgan ekan, bizmi namoz o'qimoqchi bo'lib kelib safga tizildik. Keyin bir odam o'tdi. U odam "Assalomu alayka. Salom sana ey Abu Abdurrahman" deb Abdullohga salom berdi. Abdullah "Alloh buyukdir. Alloh va Allohning rasuli rost aytdi" dedi. Biz namoz o'qib bo'lgandan keyin "Ey Abu Abdurrahman, u odamning salimi seni bearam qilib qo'ygandek turdi-ku" dedik. Abdullah shundoq deb bo'lib masjidlarning o'tar yo'l bo'lib qolishi, kishilarning tanishlariga salom berib, ayollarning birlikda savdo-sotiq qiladigan bo'lib ketishi, ayollarning mehr haqqining va otlarning qimmatlashib ketgandan keyin arzon bo'lib ketishi, uningdan keyin mangu qimmat bo'lmasligi qiyomatning alomatlaridandir dedi. 68. Bozorlarning bir-biriga yaqin bo'lib ketishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga har qaysi davlat va shaharlar orasida qatnaydigan aeroplan, mashina qatorliq qatnash vositalarining yaxshilanishi, radio, televiziya, internetdan iborat aloqa vositalarining taraqqiy qilishi orqali butun jahondagi kishilarning yaqinlashganligi sababidan insonlar qisqa vaqtda dunyoning har qaysi joylaridagi bozorlarda aylanib yuralaydigan, shu bozorlardagi narsa-keraklarning bahosining o'sgan yoki tushganligini bilalaydigan, har qaysi bozorlar o'ttirisida berib kelishi intayin qulaylashgan, musobalar yaqinlashgan bizning mushu zamonimizdan oldin ola xabar bergan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fitnalar oshkora bo'lib, gunohlar ko'payib, bozorlar bir-biriga yaqinlashmoqcha qiyomat bo'lmaydi degan. Tuvandagi 3 xil sabab bilan bozorlar bir-biriga yaqin bo'ladi. 1. Bozorlardagi mol baholarining o'sgan yoki tushganligini bilishning tezlashishi. 2. Bozorlar orasidagi musofa nihoyatda yiroq bo'lsa-mu, berib kelishning tez bo'lishi. 3.
Bozorlardagi kishilarning mol baholarini yuqori yoki tuvan qilishda bir-biriga o'xshash qilish orqali bozorlardagi mol baholarining o'zaro yaqin bo'lishi. Shayx bin Baz rahimahulloh mundaq deydi: Hadisda tilga olingan mazkur yaqinlashish va qisqarishdan bizning bu asrimizdagi aeroplan, mashina, radio va uningdan boshqa narsalarning ijod qilinishi orqali har qaysi shahar va rayonlarning bir-biriga yaqin bo'lishi, shundaqla safar vaqtining qisqarishi ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. 69. Kafirlarning musulmonlarga qarshi hamkorlashadigan bo'lib ketishi. Kafirlarning musulmonlarga qarshi hamkorlashadigan bo'lib ketishi qiyomat yaqinlashgan zaman oxirida yuz beradigan alomatlarning biridir. Lekin Alloh taolo bu ummatni qo'g'dog'uchidir va saqlag'uchidir. Tarixga diqqat bilan qaragan odam musulmonlarning intayin cho'ng urushlarni beshidan kechirganligini, ularga nurg'un musibatlarning kelganligini, Alloh taolaning ularni qo'g'daganligini va ularga yordam berganligini bilalaydi. Masalan, ahli salib urushlarida butun xristianlar musulmonlarga qarshi to'plangan. Alloh taolo xristianlarga qarshi bu ummatga g'alaba ato qilgan. Mo'ng'ullar musulmon diyorlarini besib olgan. Alloh taolo ularning hiyla-nayronlarini barbod qilgan. Bizning bu asrimizdami xristian va yahudiylar musulmonlarga qarshi hamkorlashmoqda. G'alba musulmonlarga yuzlanishi uchun musulmonlarning o'z diniga qaytib kelishiga Alloh taolaning yordam beradiganligiga bo'lgan ishonchimiz komildir. Haq taolo aytadi: Kimki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Alloh uningga yordam berdi. Alloh albatta kuchlikdir, g'olibdir. Haj surasi 17-oyat. Alloh Lahu Mahfuzga "Men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz" deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Mujodila surasi 21-oyat. Savban radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insonlarning xuddi qochidagi tomoqqa dum tushgandek sizlarning ustunlariga yopirilib kelishiga oz qoldi dedi. Biraylan u chog'da bizning sonimiz oz bo'lganlikdanmi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'q, soninglar ko'p bo'ladi, ammo kalkun eqitib ketayotgan axlat chavardek kuchsiz bo'lasizlar. Alloh dushmanlaringlarning qalbidan sizlarning hayvatinglarni chiqarib tashlaydi. Sizlarning qalbinglarga vahin solib qo'ydi dedi. U odam: "Ey Rasululloh, vahin degan nima?" deb so'rgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyoni yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rish deb javob berdi. Bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligining dalillaridan, shundaqla qiyomatning alomatlaridandir. Chunki hozir butun kafirlar bir tovoqdan tamoq yeyguchilar tovoq atrofiga o'lashgandek musulmonlarga qarshi hamkorlashdi. Bu ojizlik va xorliqning sababi musulmonlarning sonining ozligidan emas, balki musulmonlarning soni hozir ko'p bo'lsa-mu, ular kalkun iqtib ketayotgan axlat chavarda qilchilik e'tibori yo'q bo'lganligidandir. Mana bu musulmonlarning bugungi ahvolidir. Musulmonlarning soni milliarddan eshib ketgan bo'lsa-mu, lekin ularning bu darajada ko'pligi sifat, safa jihatda bo'lmasdan, balki son jihatda bo'lib qolgan. 70. Kishilarning namozda imom bo'lishini bir-biriga ittirib qo'yadigan bo'lib ketishi. Kishilar orasida shar'iy bilimlarni bilmaslik maydoniga kelib umumlashishi, hatto qiroatni obdan tajvidlik o'qiy olmaganligi, shar'iy ahkomlarni bilmaganligi tufayli namozda imom bo'lishdan bosh tortishi sababidan o'zlariga namoz o'qib bergudak imom topolmay, bir-birini imom bo'lishga ittirib qo'yadigan bo'lib ketishi qiyomatning alomatlaridandir. Saloma binti Hur radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Masjiddagi kishilarning o'zlariga imom bo'lib beradigan odam topolmaganlikdan imom bo'lishga bir-birini ittiradigan bo'lib ketishi qiyomatning alomatlaridandir. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kishilarga shundoq bir zamonlar keladi-ki, ular masjidlarga yig'ilib namoz o'qiydi-yu, lekin ularning orasidan mu'min kishi topilmaydi. Balkim bu zamon tahi kelmagan bo'lishi mumkin. Allohga shukr, har joyda ilm so'rilari va ulamolar yanada bor. Masjidlar bo'lsa, yanada ulamolar, talibul ilmlar, tajvidlik qorilar bilan to'lib teshib turmoqda. 71. Mu'minlarning tushining rost chiqadigan bo'lib ketishi. Uyquda ko'rgan tushlarning ma'no ta'biri va hukmlar bor bo'lib, tushlarning ba'zilari tang nuridek rost, yana ba'zilari yolg'on bo'ladi va yana ba'zilari bo'lsa, o'y xayollari sababidan bo'ladi. Yaxshi tush payg'ambarlikning 46 parchasining biridir. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mendan keyin payg'ambarlikdan faqat xush bishorat berguvchilarla qoldi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, xush bishorat berguvchilar degan nima?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kishilar ko'radigan yaxshi tush deb javob berdi. Tushlar rost chiqib mu'minlarga bishorat bo'ladigan bo'lib ketishi qiyomatning yaqinlab qolganligining alomati bo'lib, zaman oxirida mu'minlarning tushlari asosan rost va amaliyotga uyg'un bo'ladi.
ular kishilar orasida g'arib bo'lib qolganida tushlar ularga tasalli beradigan va ko'nglini taskin topqozadigan narsasi bo'ladi. Muhammad ibn Sirin Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: qiyomat yaqinlashganda musulmonning tushi asosan rostga chiqadi. Aranglarda tushi rost chiqadiganlar sizlarning rost so'zlaydiganlardir. Musulmonning tushi payg'ambarlikning 45 parchasining biridir. Tush 3 turlik bo'ladi. Biri yaxshi tush bo'lib, Allohdan bishoratdir. Yana biri yomon tush bo'lib, shaytondandir. Uchinchisi kishi o'ylab yotgan ishlardan kelib chiqadigan tushdir. Sizlardan bir kim yomon tush ko'rsa, o'rnidan turib namoz o'qisin va tushini boshqalarga so'zlab bermasin. Yana dedi: tushdagi kishanni yaxshi ko'raman, taqoqni yomon ko'raman. Kishan degan dinda mustahkam turishni bildirdi. Hafiz ibn Hajar mundoq degan: qiyomat yaqinlashganda musulmonning tushi asosan rostga chiqadi deganlikning ma'nosi bo'lsa, mu'minlar ko'rgan tushlar ko'pincha ta'bir berishga muhtoj bo'lmaydigan darajada ochiq bo'ladi, yolg'on chiqmaydi, amaliyotga uyg'un bo'ladi. Boshqa tushlar bo'lsa, buning aksicha bo'lib, amaliyotda ta'bir bergandek chiqmaydi. Buning zaman oxiriga xos qilinishidagi hikmat bo'lsa, hadisda islom g'aribona boshlangan, yana g'aribona holatiga qaytadi deb kelgandek, mu'min g'arib holatda bo'ladi. Mu'minga tasalli beradigan, yordami bo'ladigan narsalar ozlab ketadi. Shunga Alloh uningga haq ustida mustahkam turg'izadigan va xush bishorat beradigan yaxshi tushlarni ato qiladi. Mu'minlarning tushi rost chiqadigan zamanni belgilashda ikki xil ehtimollik bor. Fitna fasad va urushlar sababidan diniy ilm ko'tarilib ketib, shariat ahkomlarini kishilar bilmas bo'lib qoladigan chog' bo'lishi mumkin. Bu vaqtda mu'minlar g'arib bo'lib qoladi. Yaxshi tushlar uningga tasalli bo'ladi. Bu qarashni Ibn Hajar degan. Allohning payg'ambari Isa alayhissalomning zamoni bo'lishi mumkin. Chunki shu zamondagi kishilar musulmonlar orasida sahobi kiramlardan qolsalar so'z harakatlari eng rostchil, eng yaxshi kishilardir. Ularning ko'rgan tushlari asonlikcha yolg'on chiqmaydi. 72. Yalg'onchilikning ko'payib ketishi. Yalg'onchilik yirginishlik ofat bo'lib, kishi yalg'onchilik qilaversa, Allohning dargohida kazzob, yalg'onchi deb putiladi. Hadisda mundoq kelgan: mu'minda xiyonatkorlik bilan yalg'onchilikdan boshqa barliq yomon xuy tepilishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z ahlidan birarsining yolg'on aytganligini bilsa, u kishi tavba qilgan qadar uningdan yuz o'raydi. Kishilar orasida gap so'zda yolg'onchilik qilishdan va kishilar orasida xabar yetkazishda ishonchlik bo'lmaslikdan o'zini tortmaydigan darajada yolg'onchilikning oshkora bo'lib ketishi qiyomatning alomatlaridandir. Mana bu yolg'onchilikning qabihligi, ta'sirining nacharligi va kishilar orasida ko'payib ketganligidan bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: oxir zamonda aldamchi kazzoblar bo'ladi. Ular sizlar yoki ota-buvanglar anglab boqmagan so'zlarni qilishidi. Ularning so'zlariga hargiz ishinib ketmanglar. Sizlarni azdirib fitnaga tiqib qo'ymasin. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: qiyomatning oldida kazzoblar maydoniga keladi. Ulardan hazar aylanglar. Hozirgi zamondagi kishilar ko'pincha hollarda yolg'onchilikdan saqlanmaydiganligi uchun g'alati xabarlar, qissalar va gap so'zlar nima degan ko'payib ketgan ha. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam anglaganligi har qanday so'zni tasdiqlash va boshqalarga yetkazishdan to'sgan. Shunga biz yolg'onchilarning qatoridan bo'lib qolib, zalolat va gunoh ma'siyatga tushib qolmasligimiz uchun boshqalarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning rost yolg'onligini aniqlashimiz kerak. Ammo bugungi kundagi o'sak so'zlarni tarqatish va shu so'zlarning rost yolg'onligini aniqlamayla oshirib yoki kemaytib so'zlash bo'lsa, harom bo'lgan yolg'onchilikning turidir. 73. Kishilarning bir-birini tonimas bo'lib ketishi. Baloyi ofat va fitna fasodlar ko'payib ketgan chog'da kishilar o'rtasidagi aloqa ojizlab, hattoki ayrilish va qalblarning dushmanlashish darajasiga berib yetadi. Kishilar faqat dunyoviy manfaatlari uchunla bir-birini izlashidi. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qiyomat to'g'risida so'ralganda, qiyomatning qachon bo'ladiganligini faqat Rabbim Allohla biladi. Faqat Allohla uni bo'ladigan vaqtida maydoniga keltiradi. Lekin men sizlarga uning oldin ola bo'ladigan alomatlari va belgilardan xabar beray. Qiyomatning oldida fitna va haraj bo'ladi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, fitnaning nima ekanligini bilamiz. Haraj degan nima?" deb so'radi. Rasululloh: harj habash tildagi bir so'z bo'lib, o'ldirish degan ma'noda. Qiyomatning oldida yana kishilar orasida bir-birini tonimaslik yuz berib, hech kimni tonimag'ini tas qoladi dedi. Bu hadis hozirgi kishilarning amaliyatiga uyg'un keladi. Chunki hozir nurg'un kishilar yaqin tuqqanlarini osonlikcha tonimaydigan bo'lib ketdi.
hatto avlodlarning ba'zilariga ommaviy so'rinlarda uchrashib qolsa-mu, ularning o'zlarining bolalari ekanligini bilmaydi. Bundaq bo'lishidagi sabab shuki, kishilar o'rtasidagi nurg'unlagan aloqalar shaxsiy va dunyoviy manfaatlar ustiga qurilgan, iymon ustiga qurilmagan. Shunga bu aloqalar intayin tez shakllanib, intayin tez oxirlashadi. Kishilar boshqalar bilan aloqa qilishda o'zlarining dunyodagi manfaatlariga qaraydi. Agar bu munosabat o'zlariga foyda olib keladigan bo'lsa, aloqa qilishidi, bo'lmasa ayriladi. 74. Yer davrashning ko'payib ketishi. Yer davrashning ko'payib ketishi qiyomatning oldida bo'ladigan alomatlarning biridir. Yer davrash bu ummat uchun rahmat va gunohlarga kafarat bo'ladi yoki ularga berilgan azob va jazo bo'ladi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mening bu ummatim rahim qilingan ummat bo'lib, uningga oxiratda azob yo'qdir. Ammo Alloh taolo uning azobini mushu dunyoda qilgan bo'lib, ular urush, yer davrash va fitna fasodlardir." Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Ilm ko'tarilmaguncha, yer davrash ko'paymaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi." Abdullah ibn Havala radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga mundaq degan: "Ey ibn Havala, xalifalikning Baytul Muqaddas tarafga yo'tkalganligini ko'rganingda, yer davrash, baloyi ofat va cho'ng hodisalar yaqinlashgan bo'ladi. Ana shu chaqda qiyomat insonlarga bu qulimning beshinga yaqinligidanmi yaqinroq bo'ladi." Sajiya Islom tadqiqot markazi